Assalomu alaykum. Kronxom obunachilari, sizlarga zo'r narsa topib qo'ydim. Mana buni bitta ko'ring. Rasvetkasiga e'tibor bering. Necha buni rasvetkasiga? 5 masu to'r, lekin to'r aniq bor. Xo'p, bu yerda nimalar bo'ladi? Pleti bo'ladi, prostinasi bo'ladi, podidyaniki bo'ladi, и 4 ta nalchkasi bo'ladi. Ikkita emas, 4 ta nalchkasi bo'ladi. Sifati juda ham zo'r. Bu ham Pupilla brendidan. Pupillani bilasizlar, hadeb gapirishga odam to'g'risi xijolat qilyapti. Lekin bilgan biladi, bilmagan buni ham to'g'ri, bilmagan odamlar ham bor. Lekin sifati yaxshi bo'ladi Pupillani, ko'pchilikni klientlarni ya'ni bu gapi bo'ladi. Sifat bo'yicha yaxshiroq yuradi, uroveni ham balandroqda yuradi. Xo'p, buni rasvetkalarga keladigan bo'lsa, mana bunaqa o'zi neobычный, ya'ni sal boshqacharoq svetli qilingan, bitta ko'rishingiz mumkin. Yana bundan tashqari yana boshqacharoq rasvetkalar ham bor. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi qiziq. Buni hadiyalarga zo'r keladigan sababi narxi $85 dan. Hadiya uchun zo'r. Ya'ni masalan, odamlar hozir tushuncha ham sal boshqacharoq bo'lib qolgan. Hadiyaga desa arzoni bo'lishi kerak, arzon yo'q. Hadiyaga har bir narsani ishlatadiganini berish kerak.